Akalar ko'pchilik kutgan Alien VR degan 25 300 Hz'li monitorimiz ham yetib keldi mana hozir. Billa ochamiz. Ochayotganimda mabodo vaqt ketadigan joylarda pauza qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bular pauza qilib qo'ying. Tasarruklari mana shunday. Bo'ldi, qolganini keyin. Akalar nima deyapti bu? Rashning o'zinglar ham bo'lar ekan. Ko'ryapsizlarmi logotiplarni? Bu ham shu. Qariladi ikkala tomonga. Vertikalni siz ham bo'ladi. Akalar narxi $180 ga chiqadi.